Assalamu alaykum, Aliya Sultan 122 taam salondagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan taam go'sht kumuliti sho'rpisi, ya'ni vanzi taom. Buning ketadigan materiallar qiyma go'shti. Mashinada to'g'rab o'tkazsanlar bo'ldi, qo'limizda ushaq chanib olsak bo'ldi. Undan boshqa zanjivil, g'o'l piyoz, yeshil piyoz, mana qizg'uch sabza, seriq sabza ishlatsanlar bo'ldi, baranga, anadan keyin ko'k turib muvofiq miqdorda. Suvda yumshatilgan qora qirim quloq, no'qot, mana o'xshash qaqilar, ya'ni yapaloq burchaqqa. Bularni cho'qim suvda qaynatib yumshatib olamiz. Undan boshqa qizil, ko'kmuch, samsoq, sho'xlar, sunimo, oshko'ki, palak. Undan boshqa qiymasiga yana bir tal tuxum, bir tomoq qoshiq atrofida kraxmal uni, zira, qarimush, tuz ketadi. Men hozir bu qiymaga xonimlar bir tal tuxum, bir tomoq qoshiq kraxmal uni, bir bal qoshiq qarimush, bir bal qoshiq zira, muvofiq miqdor tuzni soldim. Buni obdan aralashtirib qiyma qilgandan keyin vanzi shaklida, ya'ni kumlar shakliga kelib olamiz. Hanım qizlar, boyagi qiymamizga piyozni deyishni tutib qopdim. Piyozdan bir bosh piyozni chanab aralashtiramiz. Endi mushunda cho'g'liqda go'sht kumlach qilib oldik. Bu go'shtni endi ma'qul liqqa cho'yliq elib olib, bismillah. Maydan o'tkazamiz. Hanım qizlar, boyagi go'shtimizni maydan o'tkazsak, ma'qul holat keldi. Endi qozonga muvofiq miqdor may qo'ygandan keyin shu qo'rimalarimizni boshda qo'rib olamiz. Boshda solganimiz zanjibil bilan so'ng piyoz. Mushani qo'rib olsak bo'ldi. Bismillah. Zanjibil bilan so'ng piyozni sog'argandan keyin buni pomidorni silib, anadan keyin sho'xli qiyomi, lazi qiyomidan, ya'ni qizilmuch qiyomidan bir qo'shiqdan salasak bo'ldi. Boya qizilmuch qiyomidan bir qo'shiq, sho'xli qiyomidan bir qo'shiq soldim. Sho'xli bilan anadan keyin kavovchini. Kavovchindan keyin tuzni muvofiq miqdorda solamiz. Tuz. Endi bu aralashmamizni bir ilashtirib o'tgandan keyin buni solgan narsamizdan va ko'katlarning orasidan boyagi ko'k turupni saytimiz. Ko'k turupni pishmoqdan tasarak, shunga ko'k turupni soldim. Sayninkimiz ko'katniki shaklini o'zinglar yaxshi ko'rgan shaklda to'g'risanglar bo'ldi juma. Anadan keyin sabzini soldim. Turup bilan sabzini pishmoqdan tasarak bo'lganlik uchun sabzini soldim xonimlar. Buni bir ishga ilashtirgandan keyin buni endi suv qo'yamiz. Suv qo'yib, undan keyin bu bir qaynab 5 minut chiqib bo'lgandan keyin barangi bilan mushu maydan o'tkazib olgan go'sht kumlichimizni tasak bo'ldi. Endi men qirim quloqni savatdim, no'qutni savatdim. Juma bular endi suv bilan pishib tayyor bo'ldi. Xonim qizlar, boya shu sabzini, turupni, ashnarsani sap bo'lgandan keyin qaynatib, suv qo'yib, undan keyin go'sht kumlichi barangini silib hozir pishib bo'ldi. Endi mana narsani solamiz. Buncha samsoq, qizilmuch, ko'kmuch, yeshil piyoz, ya'ni shalson, mush narsani soldik. Buni sap bo'lgandan keyin endi palakni solamiz. Palakni sap bo'lib, buni tuz ta'mini o'tkazib qilgan tuzi ketdi. Endi qachimizni ussak bo'ldi. Qachiga ussigan vaqtimizda qachimizning ostiga mana lampuni to'g'rib oldik. Mana endi bir ilashtirib o'tib, mana o'zinglar qaranglar. Go'sht kumlichi hammasi bor, no'qutlari, hamma narsa shunchalik aniq. Qizlar, go'sht kumlichi sho'rpamizni tayyor bo'ldi. Buningga qacha usib bo'lganki, ustiga mos tashladik. Lampuni o'rniga pintozni qaynoq suvda yumshatib, muzdek suv chayqayotgandan keyin ishlatsanlarmi bo'ladi. Bu o'zining aytimi quvvatli taom bo'lg'achqa, oila kishilarimiz, do'stlarimiz, urug' tuqqanlar, mehmonlar kelgan vaqtda itib bersak shunchalik quvvatli bir taom bo'ldi. Tushunmagan o'rinlar bo'lsa, muzokara salonida so'ranglar. Allohga amanat.